Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 8-fevral sanasi Andijon moshina bozoridamiz. Bismillah deb Onyx'larni olishni boshladik. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza ekan. Propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan. 44 ming kilometr yurgan. Pozitsiyamiz 6+ deyilyapti. Qirq 144 kilometr. Tablomiz ko'rsatib turibdi. Salon holatdan ko'rinishlari chiroyli chiqindi tashabbutni ko'ruvlari ham bor ekan. Avtomat yuki bor, slipoy zonalari bor edi. Aka, pulini necha bilyapsiz? Mana gaz ballonlari ham chiroqli akkurat o'rnatib qo'yilgan ekan. Bagaji ham ancha keng bo'lgan. 13600 ga berib yuboramiz. $13,600. Xo'p, $13,600 baho aytilyapti. Akalar, ballonlarini ko'rsatib qo'yamiz, ularga ko'ra baho berib qo'ysa yaxshi holatda ekan. Hozircha ballonni g'amini yeyish shart emas. Xo'p, 88 lik bilan 070 070 878 88 78 raqamlariga bemalol aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza, gazi yo'q ekan. Yaxshi holatda ballonlari bor ekan, deyarli yangi desa ham bo'ladi. Pozitsiyamiz 4-pozitsiyada 10.968 kilometr yurib o'tibdi. Cho'qollari yo'q, kovrilari bor ekan. Avtomobilga gaz o'rnatilmagan, benzinda harakatlanib turibdi. Narxi necha pul? Narxi necha pul? Narxi 13200 kamaytirib beradi. $13,200 kami bor. Telefon raqami aytaylik-da. Telefon raqam 93lik. 93lik bilan 058 058 37 97. 37 97 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Redline pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Avtomobilimiz yurib o'tgani 61039 kilometr bo'libdi. Shu oxirgi pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz o'rta holatda ballonlari bor ekan. Ko'rsatib qo'yamiz, o'zinglar berib baho berib qo'yasizlar. Kapotini uchida ozgina kosmetikasi bor deb aytib o'tyapti akamiz. Mana shu yerda qolgan joylari top-toza. Bu kraska emas, просто kosmetikaga tegizilgan, shilvolga tegizilgan joy ekan. Pulini necha bilyapsizlar? O'sha oxirgi magazindan 13900 beramiz. $13,900. Ha. Oxirgi pozitsiyasi. Tushunarli. Aka-ukalar, yoqilg'isini aytishdan chiqibdi. Avtomobilimiz propanda harakatlanib turibdi. Propan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan, tayyor ekan. Keyingisi necha yili? 25. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi Toza. toza. 6900 yurgan, benzin yumshoq balloni bor. Xo'p, puli necha pul? Puli 12300 dan tushib beramiz. 12300? Ha. $12,300 dan ozgina tushib beramiz deyapti. Pozitsiyamiz 3 ekan-a? Xo'p, salon holatdan ko'rinishlari. 3-pozitsiya mexanika bo'ladi. Orqa tomondan ko'rinishlari. Aka-ukalar, avtomobilimiz benzinda harakatlanib turibdi, gaz qo'yilmagan. Telefon raqamini aytamiz aka, ikkalasiga 91 lik bilan 612 612 0515. Aka, menga bitta yana narxni aytib qo'yasiz. $12300 kami bor. $12,300. Bozor necha pul qildi aka, so'ramasa? So'ragan So'ragan yo'q. yo'q. So'ra bozor qilgani yo'q ekan. $12,300 baho aytilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqasiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza 3-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Diska ballonlar qo'yib qo'yilgan. Xo'p, gazi yo'q ekan mashinamizni, chexol ko'ringlar, ballonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Probegimiz 19768 kilometr bo'libdi. Salon holatdan ko'rinishlari. Chiroyli holatda chexol ko'ringlar tashlab qo'yilgan ekan. Mexanika. Pulini necha bilyapsiz? $11,800 baho aytilyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilaman. Telefon raqamlarini qaytarib qo'yaman. Bemalol telefon qilib bilishingiz mumkin. Aka, telefon raqami aytaylik. 90 lik bilan 258 258 2203. 2203 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Oxi qaysi biri aka? Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bunisi ham kraskasi top-toza. Ballon holatini ko'rsatib qo'yaman. Hozir radno ballonga o'xshayapti, adashmasam. Pozitsiyamiz 3-pozitsiya mexanika 16707 kilometr yurib o'tibdi. Gazi bormi aka buni? Benzindami? Benzinda ekan. Pulini necha bilyapsiz?
$11.300. Hop. $11.300 kami bor deb aytib o'tilyapti. Telefon raqami aytaylik aka. 90lik bilan 258 2203 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. (2024 yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Xo'p, aka-ukalar, o'ng tomonda pastda karnizi, kraskasi bor ekan. Avtomobilimiz yurgani 24665 km yurib o'tibdi. Pozitsiyamiz 4 dizel pozitsiyani. 3 mexanika bo'ladi, atmosferli motor, o'zingizlar bilasizlar. Balonlar yaxshi holatda ekan. Propan qo'yilganmi? 65 talik propan gaz balonlar qo'yib qo'yilibdi. Pulini nech pul deyapsiz? 11.5 kam bor, naqd pul. $11.500 naqd pulga kami bor. Bozor so'radim aka, sir olmasa. 10.600 bermadingiz. Telefon raqami aytaylik. 99 bilan 432 41 55 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Aka, dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqon akamiz mashinasi.